Hormaylar. Shaxsimizdan. Aka, hisobingizni yeb qo'ysizmi deyman aka. Nima deganing bu? Aka, so'q chiqmaysizmi, bizga 20 ming so'mdan berasiz aka, insof bormasgina. Men qishlog'ingda yotuvding-ku pulga zor bu. Men aytgan pulga rozi bo'lib keldingmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, taqib qiling, yig'ishtirda ko'zim ko'rma, bor yo'qol. Aka, ozgina Xudodan qo'rqing, qaytar dunyo. Birovning haqqi birovga hech qachon buyurmaydi aka. Ona, assalomu alaykum. Zafarjon bolam, kelini dardi tutib qoldi. Meni mazam yo'q edi. Shohruxjon baraka topsin, kasalxonaga olib ketdi. Xo'p, hozir boraman. Qidirovaga kim keldi? Mama, assalomu alaykum. Tabriklayman. O'g'illi farzandli bo'ldingiz. Rahmat. Sizda nima xizmat edi? Xizmat yo'q, faqat o'g'lingiz nogiron tug'ildi. Odam ishlatayotgan prorablar, qilayotgan ishini haqqini beringlar. Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz.